Assalamu alaikum. Assalam. Nahmedan bağlandınız. İsminiz, kesbinizin deyitip öndeki sözünüz desiniz. Merhamet. Maqul. Ben Kanadadan telefon kılıptım. Gülay Maqsud. Meningki sualım navada mushundaq yakki faoliyatchilar partiyaga kirmoqchi bo'lsa hamda partiyani qabul qilsa bizningki faoliyatlarimizga biror cheklanisi bormi yo'qmi? Navada men partiyaga kirsam, partiya meni qabul qilsa, shundaq yana bir ishlar yuz bergan vaqtda o'zimningki partiyasiga qarshi fikr qila olsam, bundaq cheklamalar bormi yo'qmi degan meniki savolim shu. Anandagi partiyaga kirgandan keyin faoliyatchilarningki qiladigan ishlar to'g'riliq